shunaqa katta bo'lgan soyabonlar yig'ilgandan keyin ham qo'lga qo'pol deb o'ylaysizmi aka? Yo'q, nabarat juda ham ixchamgina bo'ladi. Yig'ib mashina orqasiga tashlab qo'yasiz, srochno yomg'ir yog'ib qolsa, shuni ishlatib olaverasiz. Oke, bu soyabonni men sizga shunaqa obzor qilib beraman. Videoga bitta like bosib, kommentariyada addush o'tsingiz aytasiz. Ichlari spitsalari korosida 2 qavatdan ishlangan, ham karbonoviy sifati prosta dodi, hozir ko'rasiz. Qattiq shamollarda ham bor, uncha-munchada o'ynab ketib, spitsalari chiqib, g'ashingizni keltirmaydi. Undan tashqari, har doimgiga nisbatan materiallarini 2 qavatdan qilib turib, plotni ishlatganimizda nimaga? Qattiq yomg'irlarda ham, shamollarda ham o'ynab ketib, g'ijim bo'lib qolishini xohlamaganmiz. Hamda sizni qo'lingiz uchun bor, ko'rasizmi? Karbon aralashtirganimizda ushashga ruchkasi juda ham qulay. Undan tashqari buni kattaligini ko'rasiz. Menga o'xshagan odamlar yana bittasi ichiga ketaveradi. Buni ko'pincha katta soyabonlar puloftant bo'lgani uchun buni avtomat qildirganmiz. Nimaga? Sizni qulayligingiz uchun. Ishlatishingizga juda ham komfort. Ochilishni bitta tomosha qiling. Ko'rasizmi? Sifati prosta dodi. Soyaboningiz sizga eng premium kачествоni taklif qiladi. Oke, bolalarga siz rasmini tashlab bersa, dastavkamiz ham butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi. Ham buni ruchkasi har doimga nisbatan uzunroq bo'ladi. Diametri 1.20 bo'lgan hisobiga menga o'xshagan odam ikkitasi bemalol ichiga sig'ib ketaveradi. Bolalarga ayting rasmini tashlab bersa, dastavkamiz ham butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi.